500 yil bo'lgan hammom. Qaranglar, tarixiy hammom. Qoya. O'zbekistonda tarixi bu darajada boy bo'ladi deb o'ylamagandim. Maktab vaqtlarimizda mana shularda darsliklarda o'tganmiz, lekin hech kim yaxshi e'tibor qilmaganmi? Bunaqa tariximiz keng deb hech kim tushunmaganda, to'g'rimi? "500 yil avvalgi hammom saqlanib qolganini qildi. Qizig'ini aytay, hozir ham odamlar kelib bu yerda yuvinar ekan. Olaveraman. Bu 570 yil bo'lgan hammom. Vaqtida bitta sham bilan qizitganlar. Mana shu yer bitta sham bilan qizigan. Vaqtiga. Hozir o'sha shamning o'rnida gaz bilan qizityapmiz. Mana shuncha gaz yonib o'tiribdi. Bizga kanalizatsiya, kanalsiz yo'q. Suv hali beri qayerga ketyapti, hech kim bilmaydi. Noma'lum. Qoya. Kanalizatsiya yo'q. Bu yerdan tushungan yuvindi suvlar qayerga ketayotgani noma'lum ekan. Bu ham bir mo'jiza-da, to'g'rimi? Qaranglar. Buxoroda shunday joy bor ekan, bilmagan ekanmiz. Bir donagina sham bilan qizir ekan.